Assalomu alaykum barchasi turganlarga. Xudo xolasa o'zimiz chorva uchun bug'doy bilan makkani aralashtirgan holatda chiqaryapti. Mardayli makka bir marta chiqarilgan, bug'doyda qo'shib chiqarib yuboryapti 2 marta. Shunday. Xudo xolasa lekin legirovkasini chiroyli qilib qo'yib qo'yiladi, o'zi bir xil tortib chiqaraveradi. Chekka qarab turiladi. Oddiy shu legirovkasiga qarab turiladi, bir xilda turaveradi, chiqaraveradi xudo xolasa. Bu chiqarilgan holatda atrofiga mana tepa o'ng holatda o'tib ketadi. O'zining ichida ozgina yirikroq bo'ladi-yu, lekin shunaqangi mana tepa o'ng holatda qilib yuboradi. Bemalol qo'ylarga tepib bergani bo'laveradi.